O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2025-yil 24-mart kunidagi 118-son va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining joriy yil 31-mart kunidagi 36-sonli farmoyishiga asosan xalqimizning xavfsizligi, tinchligi va osoyishtaligini saqlash eng ustuvor vazifamiz shiori ostida o'tkazilayotgan ma'naviyat oyligi doirasida hamda Amir Temur tavalludining 689 yilligi munosabati bilan joriy yilning 9-aprel kuni viloyat ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida zakovat intellektual o'yinlari o'tkazildi. Ushbu intellektual o'yinda boshqarmaning sohaviy xizmat va barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlari hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasiga biriktirilgan 7-sonli maktab o'qituvchilaridan tashkil topgan jami 15 ta jamoalar ishtirok etishdi. Zakovat intellektual o'yinlarida bizning jamoamiz faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdik. Biz bundan juda ham xursandmiz hamda mana shunday ichki ishlar organlari xodimi bo'lganligimizdan juda ham faxrlanamiz. Mana shunday tadbirlar ko'proq tashkillashtirilsa, biz xodimlar bundan yanada mamnun bo'lamiz. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslarda yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rinni Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi jamoasi, 2-o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, musobaqaning mutlaq g'olibi bo'lgan holda 1-o'rinni Boysun tumani ichki ishlar bo'limi jamoasi egallab, tanlovning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Tanlov so'ngida g'olib jamoalar boshqarma boshlig'ining diplom hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bizni Boysun tuman ichki ishlar jamoamiz ushbu o'yinda faxrli 1-o'rinni egalladik. Bu o'yindan juda ham xursandmiz. Zakovat intellektual o'yini juda bahslarga boy bo'lib o'tdi. Biz keyingi respublika bosqichlarida ham faxrli 1-o'rinni olishga harakat qilamiz. Albatta, bu kabi tanlovlarni muntazam ravishda o'tkazib borish, tizimda xizmat olib borayotgan xodimlarning intellektual salohiyati, dunyo qarashi va ma'naviyatini yuksaltirish, kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda notiqlik xususiyatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.